Xayrli kun, hurmatli obunachilarimiz. Siz bilan bugun birgalikda atigi 3 ta dona masalliqdan cheskik tayyorlashni o'rganamiz. O'zim ham buni birinchi marta qilib ko'rishim. Qani tayyorlab ko'ramiz. Ta'mi qanday chiqar ekan. Demak, ko'rib turganingizdek moloko, tuxum va tvorog kerak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb chopper yoki blenderdan foydalansa bo'ladi. Men chopperdan foydalandim. Demak, uchala masalliqni ham solib olamizda. Bir-biri bilan aralashtirib chopperlab olamiz. Bismillah. To'g'ri solib oldim. Mana. Endi 3 ta dona tuxumni solib olaman. Endi 350 grammli molokoni yarimidan ko'prog'ini solib olaman. Yarimidan ko'prog'ini solib oldim. Endi qopqog'ini qo'yamizda bir xil massa hosil bo'lguncha chopperlab olamiz. Endi bir xil massa hosil bo'lguncha aylantirib olamiz. Mana aka, bir xil massa bo'lguncha aralashtirib oldik. Endi buni uyimizda bor qolipimizga solib olamiz. Menda uyda mana shunaqa qolip bordi. Shundan foydalandim. Duxovkani listiga solib olib va ichiga mana bunaqa pergamentni qo'shib olamiz. Endi buni ichiga tayyor bo'lgan massamiz mana ko'rib turibsiz, mana shunday massa hosil bo'ldi. Qolipimiz ichiga solib olamiz. Solib oldik. Endi massani bir xil qilib qolipimizga yoyib chiqamiz. Mana obunachilarimiz yoyib oldik. Endi oldindan qizdirilgan 180 gradusli pechimizda yarim soatga qo'yib pishira olamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, cheskigimiz qizarib pishdi. Mazasi qanaqa bo'lganini bilmadim, lekin endi buni bir kechaga muzlatgichda saqlaymizda, ko'ramiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, cheskiklarimiz tayyor. Damashniy cheskik. Haqiqiy cheskikdek baland bo'lib chiqmasa ham, lekin mazasi o'sha cheskikdan qolishmaydigan bomba bo'lib chiqdi. Albatta siz ham uyda tayyorlab ko'ring.